Assalomu alaykum. O'zining oilasiga xursandchilik ulashishdan charchamaydigan aziz opa-singillarim, biz bugun sizlar bilan piyolalarda chiroyli do'lmalar tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun idishimizga ozgina o'simlik yog'ini quyib, past olovda qizdiramiz. Mana shu oldindan tayyorlangan maydalangan vermishillarni solib, chiroyli holatga kelguncha qovurib olamiz past olovda. 200 gram guruchimizni yuvib, yaxshilab suvdan silqitib olganmiz. Vermishilimiz chiroyli rangga kirganida birgalikda yana yaxshilab qovuramiz. Guruchimiz ham past olovda qovurilishi kerak. Bu guruchni yana ham noodatiy mazali bo'lib chiqishi uchun yordam beradi. Mana endi shunaqa holatga kelganda bir chini suv quyamiz. Tabga qarab tuz solamiz. Qopqog'ini yopib, past olovga dimlab qo'yamiz. Suvini tortib o'zi pishadi. Endi idishimizga 6 ta tuxumni chaqamiz. Ziravorlar, ozgina tuz solamiz. 150 gram sut va o'zingiz tabingizga qarab ko'katlardan solib yaxshilab aralashtiramiz. Endi 200 gram qiymaga bitta qirg'ichdan o'tkazilgan piyoz, ziravorlar, tuz, ozgina non talqoni, ozgina o'simlik yog'i quyib, yaxshilab qiymamizni aralashtirib tayyorlab olamiz. Mana qiymamiz tayyor. Endi uni 6 ta bir xil bo'laklarga bo'lib olamiz. Endi 6 ta piyolamizni sariyog' yoki o'simlik yog'i bilan yog'lab olamiz yaxshilab. Do'lmalarimizni piyolaga xuddi shunaqa ko'rinishda yaxshilab yoyib olamiz mana. Endi ularning ichiga qirg'ichdan o'tkazilgan sir solamiz. Ustidan aralashmamizni bir xilda qilib qo'yib chiqamiz. Oz bo'lib qolganiga bir-biridan surib to'g'rilab olishingiz mumkin. Pomidorni parraylangan bo'laklarini qo'yamiz va 200 daraja qizdirilgan pechda 50 minut pishirib olamiz. Do'lmalarimiz pishib chiqqunicha o'zingizning xohishingizga qarab tarelkalarni tayyorlab olishingiz mumkin. Endi guruchimiz yetilgan, chiroyli pishgan bo'lsa, piyolani yog'lab, piyolaga chiroyli qilib guruchlarni solib, shunaqa chiroyli forma berib tarelkaga joylab olamiz. Yana guruchimiz yoniga xohishga qarab kartoshka fri qo'yishimiz ham mumkin. Men uyimdagilar yoqtirgani uchun ozginadan kartoshka fri qo'ydim. O'zi ovqatimiz to'yimli, mazali bo'ladi. Mana do'lmalarimiz ham pishib chiqdi. Piyoladan asta-sekin ajratib, shunaqa tayyorlangan tarelkaga qo'yamiz. Hammaga birdek yoqadigan, mehmondorchiliklar uchun ham tayyorlasangiz bo'ladigan shirin ovqat bo'ladi. Agar retsept yoqqan bo'lsa, siz ham oila a'zolaringiz uchun tayyorlab ko'ring. Obuna bo'lib, like tugmasini bosing. Fikringizni kommentariyada kutib qolaman.